Bazı o'quvchilar 4-5 kun, 5-6 kun ig'irlik tushmasam, voy men pinktachi kirib qoptiman deb shunda qo'rqib tashvishlanib ketadi ekan, ha. Men bir misol keltirib so'zlab beray do'stlarjim. 1 kilo yog'ning issiqlik kaloriyasi 7700 kaloriya bo'ladi. Agar siz o'riqlayman deb har kuni 500 kaloriyani ozyapsiz deyli, taxminan 17-18 kunlarda siz 1 kilo yog'ni aran ko'ydira olasiz degan gap. May degan shu shundoq osti kuydigan narsa, u tez kuymaydi. Agar siz o'ylab beqing, har kuni 500 gramda yog'ni ko'ydirib manga olsangiz, 20 yil kelgacha yo'qab ketmamsiz siz. Gepim tushunib bo'ldimi? Shuning agar 17-18 kun 2 haftadan oshiqroq faqat ig'irlik tushmagan bo'lsa, siz mo'mish bir xil tomoq planida davomlashtirib, ig'irlik tushmagan bo'lsa, anadagi pinktachi desangiz bo'ladi. Ba'zi o'quvchilar har kuni ozyapman, har kuni 500 kaloriyalik bir yo'lchiqni saqlayapman degan bilan bilib bilmay eg'izqichi ba'zi narsalarni yavoladi, bir so'rinlab qoladi, tanishib ketadi degan gap. Shuning uchun ig'irlikning tushi ostroq bo'ladi. Endi bizniki o'riqlashni boshlagan dastlabki 4-5 kunda 2-3 kilo ig'irligimiz tushib ketdi. Shunday bu nimishqa? Chunki biz o'riqlayman deb birinchisi tuzni kontrol qildik. Ikkinchisi non, xamirli tomoqlardan o'zimizni qisdik. Bu chaqda bizning badanimizga ortiq suvlar sirtqa chiqib ketdi. Ammo suv degan sirtqa chiqib ketavermaydi. O'sha 2-3 kilo chiqib ketgandan keyin shu yerda to'xtaydi. Ondan keyin ham ig'irlikning tush surti shu ostlab mangdi. Bu nihoyat sog'lom bir normal bo'lgan odam badanining qonuniyati. Shuning uchun siz 4-5 kun bo'ldi ig'irlikim tushmadi deb tashvishlik bo'lmay. Tomoqlarimni to'g'ri yavatamdim, ilmiy moslashtiryapamdim. Yana har bir vaqt tomoqda go'shtni qanchalik yavatıman, sayni qanchalik yavatıman, asosiy oshliqni qanchalik yavatıman, bundan boshqa mayni qanchalik shiltatyapman, sog'lom o'zimga kerakli qismini yedimmi? Jiq yavamaganman, bakmi oz yavamaganman. Uyqularim yaqinda qandaroq baldur uxlab baldur qo'patamdim. Harakat qilib turyotamdimi yoki o'rinlashib yotdimmi? Ruhiy kayfiyatim qandaroq? Men bir xushalroq turdimmi? Chunki men ruhiy kayfiyat tushkun odamning uchun metabolizm ostolib, ig'irlikni osti bo'ladi. Gepim tushunish bo'ldimi? O'sha o'zimizni kutishga, ya'ni men o'zimni qiynayotamdim yoki o'zimni oyab o'zimdagi yaxshi muomala qilayotamdim deganni farqlantirib, o'zimizni obdan kutib, o'zimizga shu kerak narsalarni yeb, keraksizlarni yemay, ig'izni boshqarib, ruhiy kayfiyatni turaqli qilib turib mangsak, bu cho'qimlam ig'irlik tushadi. U osti tushadi shu, uning amal yo'q bu badanning qonuniyati. Tashvishlanmang. Diqqatingizni tomoqlarni sog'lom, to'g'ri miqdorda yavatamdim deganga markazlashtirsangiz ham bo'ldi. Gepinchish bo'lmab bir tal yurak berib saqlaylar, hayrat qiling.